Assalomu alaykum hammaga. Keringlar bugun sizlar bilan do'konimizdagi avtoshimilarni ko'rib chiqamiz. Hop, bu yoqda shampunlarimiz bor, ikki xil. Bittasi ruchnoy и beskontaktli. Keyin bizda balon quraytiradiganlar bor, mana ko'pchilik biladi buni. Bu lakli bemalol bir hafta mumkin turib beradi. Keyin bizda salon chiskalar bor, и motor chiska bor. Buni ko'p ustalar bilishadi, chiriklarni zo'r oladigan. Grosdan. Keyin bizda moshdan ustini yaltiratadigan chimikatlar bor va yana imенно deflektorlar uchun zo'r moshni tozalaydigan kelgan. Buni ko'rishingiz mumkin, ichidan bunday shlankasi chiqadi, buni uchiga tiqib bemalol tozalasanglar bo'ladi. Keyingisi imенно plastmassa detallar uchun zo'r tozalaydigan kelgan, grasdan rossiyskiy bo'ladi. Keyingisi zaslonkalar uchun Karp ikki xil bor, Eronniki, Xitoyniki. Yana bizda oddiy va afshifkalar uchun kraskalar bor. Ko'rishingiz mumkin, bunda Matiz, Damas, Nexia и Cobaltlarga bor. Keyin bizda Aktan и VD40 bor, bu zanglarni ketkazish uchun. Kimga sifatli mahsulot kerak bo'lsa, do'konimizga kelaverasizlar.